Assalomu alaykum barchaga. Molxona quraman degan odamlarga o'zim molxonani boshladim. Sizlarga baham ko'rishdi. Afzal ko'rdim, shuning uchun qachondir molxona qilsam mana shu video qilib qo'yaman degan edim. Endi qo'yishga qaror qildim. O'shani sizlar bilan nima qilamiz, takliflar bo'lsa aytasizlar, kamchiliklar to'ldirib ketamiz. Boshladik. 5-30 qo'lyapti hozircha. Mayda chuda g'ishlar bor edi uyda. Tashlavorgim kelmadi, ashlarni ham ishlatib yuboryaptim. Eski ombor bor edi, shular piltalari bor edi. Shular o'rnatdim baqa, yana bor. Mana shu yerda endi o'tgan yili kuzda olganman ovozlarda. Hozir yotishibdi. Mana shu yerda qish chiqarib yubordik. Ustibek. Juda qiyin bo'ldi. Oldi ham torda. Shuning uchun kattaroq, kengroq qilishga qaror qildim. Endi nima aytdi, eski davlat qurgan ombor bor edi. O'sha piltalari bor bundaqa. 30 ga 50, uzunligi 150 mana. Ashlarni buzib olib borib shu molxonani betoniga qo'yib yuboryapman. Shu yerda g'ishlar bor edi, attan chiqqan mayda chuda g'ishlar. Turpoqlar, ashlardan foydalanib mollarga yaxshiroq sharoit qilgan. Oldingisi bu shoshilinchda qilingan, naves chaqib qo'ydim. Boqmayman deb. Oldi ham tor edi, mana shu yerda o'zini o'rab qo'yaman desam, hozir endi ikki tashkali qilishga qaror qildim. Bo'lasa 8 metrga 550 bo'lyapti. Bag'i ham qo'shilib yo'biladi va ochiq naves bo'ladi. Bag'i endi hojatxona. Bitta qo'yim bor, shunday boshqacha shunday qilib yopiladi. Shu oldida mashina ikki tashkali bo'lib, o'sha yerda ham bitta tualet bor. Bitta hojatxona, bitta hojatxona. Ashgacha yopiladi. Bag'da deb buzib tashlab turib, shuni ham 2 shifr qilib yopaman. Marosim, to'y-po'ylarga stejga qilib qo'ysam, qozon o'choq qo'yib mehmonlar kuzatgani. Shunaqa sharoit qilyapman.